Bugun sizlar bilan Equinox qotili, ya'ni Jack Motors Farg'ona filialida ko'rib turganlaringizdek Jack GS8 modeli. Jack GS8 modelini naqd kapot ostida 182 qorabayir ot kuchi turibdi. Bu bilan motor hajmiga keladigan bo'lsa 1.5 turbina motor bilan jihozlangan, rasxodga keladigan bo'lsa atigi 8 litr shahar sharoitida rasxod qilib o'tadi. Mashinamizni tashqi dizayni qaysi modellar bilan raqobat qila oladi? Ya'ni mashinani turishini ko'ryapsizlar, kommentariyga yozib o'tasizlar. Xo'p, hadovoy qismiga keladigan bo'lsak, hadovoy qismi oldi mustaqil podveska, ABS, EBD, tormozli sistemalari mavjud. Balon hajmiga keladigan bo'lsak, 235 ga 50 R19 juda ham chiroyli dizaynli diskalar bilan jihozlangan. Orqa hadovoy sistemamiz balka bo'ladi. Ya'ni bu kommentariyalarda yozib o'tinglar. Bu mashinaga ancha komfort beradimi yoki noqulaylik beradimi? Kommentariyalarda izohlaringni o'qib chiqamiz. Xo'p, orqa qismi ham polni oporniy ABS EBD sistemalari bilan jihozlangan. Endi esa keyingi gal albatta mashinani ichki dizayniga kelib o'tamiz, ya'ni to'xtalib o'tamiz. Mashinani birinchi bo'lib obshivkasi polni eko koja bilan jihozlangan va albatta pishalkalari mavjud. Nikkel, aquaprint, koja va aquaprint nikkellari bilan va albatta sifatli plastiklar ishlatilgan. Mashinamiz polni sideniyasi elektron paket sideniya bo'ladi. Ya'ni o'zingizga polni upravleniya qilib olsangiz bo'ladi. Mashinamizda lekin punch sideniyasi yo'q ekan. Xo'p, rul qismiga keladigan bo'lsak, cruise control, multi upravleniya, polni mashina nastroykalarini ruldan upravleniya qilasiz, голосовое движение, голосовой настройка va albatta mana cruise controli va полоса удержанияsi ham mavjud. Mashinamizni yurgizib ko'ramiz. Ya'ni mashinamiz gidravlika emas, elektronika bo'ladi. Xo'p, torpedalariga keladigan bo'lsa, torpedalari eko koja, yumshoq koja bilan jihozlangan va juda ham chiroyli dizaynli monitorlari bilan jihozlangan. Albatta GS8 eski modelidan ochig'ini aytaman, xitoyliklar araqancha nima deydi, zamonaviyroq dizayn bilan uyg'unlashgan dizayn qilib chiqargan. Mashinani dizaynini ko'rib turibsizlar, juda ham komfort va jihozlarga e'tibor beramiz. Polni kojani ayamay ishlatgan, mana hamma yo'g'i koja, barlarida xolodilniklari bor. Eko, komfort, sport va albatta qishki rejimini ham qo'shib o'tib ketgan ekan. Bu yana ham qulaylik ustiga qulaylik, ili komfort beradi bizga. Xo'p, keyin GS8 dan eskisidan nima ustunlik jihatlari bor? Motor kuchi ko'paytirilgan va dizaynlar o'ta tashqi dizayn, ichki dizayn juda nima deydi, almashtirilgan va chiroyli dizaynga olib keltirilgan. Monitorimizga keladigan bo'lsa, ishlashlari juda ham tez, mana ko'rib turibsizlar tezligini. Balon havo damlarini ko'rsatib o'tadi va eng nimasi, sizlarga hozir bitta nastroykasini tushuntirib o'tay. Mana ko'rsatingda. Mana ko'rib o'tganingizda balon shina damlarini qancha qolganini aytyapti. Endi mana yerda mana kulishli rasmi bor. Bitta mana shuni bitta ezamiz, mashinani ko'ryapsiz, mana polni nima qilyapti? Skaner qilyapti. Ya'ni mashinada qanaqangi defekt bo'ladigan bo'lsa, polni mashina o'zi mana yerda polni chiqaradi, nimadan defekt bo'lyapti, nima bo'lyapti, hamma narsasini chiqarib o'tadi. Xo'p, keyingi narsaga keladigan bo'lsak, polni havo sistemalari, isitsovchi sistemalarini kontrol qilsa bo'ladi va обогрев сидения, abdufi yo'q do'stlar. Ko'p reklamalarda, ko'p obzorlarda aytib o'tishyaptiki, abdufi bor, bunaqa deyishyapti. Yo'q, lekin bunaqa narsasi yo'q. Обогреватель, ya'ni sideniya обогревательlari mavjud. Xo'p, konditsioner albatta bor, polni klimat kontroli bor. Xo'p, keyin yana nimalari bor? Music, video, rasmlar, radio, настройка, panorama,
Bu degani 360 gradus polniy upravleniya qilsangiz bo'ladi. Mana oldi, orqa, xullas va hokazo. Va polniy salon osvещение, ya'ni salon osvещение svetlarini o'zingizni nima deydi, didingizga qarab shuni alishtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi orqa qismiga keladigan bo'lsa, hozir oldi sidinasini o'zimga mosladim. Endi mana orqa qismiga kelib o'tiradigan bo'lsak, orqa qismida allaqancha joyi mana. Allaqancha joyi zo'r. Endi buni yana bir zo'r jihati shuki, siz uzoq yo'lga chiqadigan bo'lsangiz, sal sidinani oldirog'iga tortasiz va sal orqaga. Mana ketdi. Mazza. Panorama lyukda osmon tomosha qilib ketasiz. Ko'rsatib o'taylik. Xo'p. Buni to'g'rilab qo'yaylik. Polniy orqasida ham deflektor, ya'ni konditsioner, pechkaniki bor. Max 18 vatli va 60 vatli Type-C USB portlari mavjud. Albatta, mashinamizda xolodilnik ham mavjud. Shuni inobatga olib qo'yinglar. Xo'p, keyingi orqa qismiga keladigan bo'lsak, bagaj sig'imiga. Bagaj sig'imi sidinalar, eng orqa qatordagi sidinalar yotqizadigan bo'lsak, eng orqadagi sidinalarni yotqizadigan bo'lsak, to'liq 500 litr sig'imga ega. Agar siz bu sidinalarni turgizib qo'yadigan bo'lsangiz, gideta bir 150 litr sig'im qoladi. Ko'rsatib o'taylik, eng orqadagi odamlarni ham inobatga olgan, ya'ni polniy klimatni kontrol qilib ketsa bo'ladi. Ya'ni issiq sovuqni mana o'zi kontrol qilib ketsa bo'ladi. Bag'dan ko'rsating. Bemalol maza qilib o'ziga xohlagan gradus, xohlagan havo haydash sistemasini o'zingizga qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, ключlari, ya'ni bu shtorkalari mavjud. Damkrat, pamkrat, balo, battar hamma yo'g'i mavjud do'stlar. Keyin yana bitta zo'r taraf shuki, bezopasnosti bor. Ya'ni bu degani buni avtomatik o'zi chiqarib yuboradi tepaga. Juda ham orqa dizayni Cadillac Escalade'ni eslatadimi? Endi hozir polniy negativlar ko'payadi. Cadillac Escalade nimasiga ham bormaydi, unaqa. Prosta dizayni. Linzasi Cadillac Escalade'ga o'xshatib yuboradi. Agar to'g'ri bo'lsa, kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Hop, zapaska qismiga keladigan bo'lsa, bitta tayinni ko'rsating. Zapaska qismlari, ya'ni zapaskalari bo'ladi, mavjud. Mashinamiz keyin GDI motorligini inobatga oladigan bo'lsak, propan bemalol tushadi. Albatta Jack Motors Farg'ona filiali, ya'ni pastdagi raqamlarga chiqsalaring, o'zimiz bir yo'li gazi bilan ustanovkalarni qilib beramiz xizmatlarimizda. Xo'p, bu qismini ham ko'rsatib o'tdik. Endi orqa qismga o'tadiganini suramizda. Bunaqa suramiz. Mana orqa qismini ham ko'rsatib o'ting. Polniy eko koja, ya'ni perforatsiyali, terlatmaydigan qilib polniy koja bilan ishlab chiqilgan mashinamiz. Xo'p, orqa apshipkalari, ya'ni plastik, qirilmaydigan plastik, shuni inobatga olib qo'yinglar. Qirilmaydigan plastik, eko koja, aquaprint va qirilmaydigan sifatli plastiklardan jihozlangan avtomobilimiz. Xo'p, avtomobilni to'liq og'irligiga keladigan bo'lsak, naqd 2 tonna 215 kilo. Bu salkam tank degani, do'stlar. Xo'p, bizning ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, ya'ni bu obzorimiz foydali bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga chiqsangiz bo'ladi. 71 kodi bilan 233-37 ga bog'laninglar. Xudo xolasa, bundan zo'rlari, bundan chiroylilarini sizlarga ma'lumotlarni berib, shartnomalarni qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Jack Motors Farg'ona filialida ko'rishguncha.